Hech qanaqa muzey emas, bu Toshkentdagi 11 million dollarlik uy. Mana zinaman ko'rasizlar, hammasi socialniy tilla qilingan. Hattoki mana patologlargacha bitta e'tibor berib qo'yasizlar, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Pul ayashmagan. Inshaalloh yuqsin deb mana shu videoni ko'rayotgan hamma bitta like bosib, hammamizga eng kamida mana shunaqa fayzli xonadonlar nasib qilsa, hozir men sizlarga ayollarimiz ko'proq vaqtni o'tkazadigan oshxonani ham ko'rsataman. Mana oshxonaga bitta o'zingizlar baho beringlar. Kattaligini qaranglar. Yo mashalloh, bu yerdan yozgi oshxonaga chiqib ketadi. Endi shu yerdan to'g'ri mehmonxonaga o'tamiz. Mehmonxonani ham o'zida bitta baho berasizlar. Mana qandiliga qaranglar. Mana hammasi socialniy tilla. Hovli ko'ryapsizlar. Bu uyimizdan yashash maydoni 1775 kvadrat metr tashkil qiladi mana. Hattoki mamlariga socialniy tilla. Marhamat. Mana buni qaranglar. Zallar necha zal mana mashitdan turib buni burchakdan turib ko'rsatdim. Kattaligini qarasanglarchi, okalar. Inshaalloh niyat qilgan hammamizga mana shunaqa uylarda yashashlik nasibi ro'zalasi. Ayniqsa ham qandillarni qaranglar. Shunaqangi zalimizga ko'rib bag'ishlab turibdi. Mana shu videoni ko'rib turib, like bosgan insonga mana shunaqa fayzli xonadonlarda ota-onasi bilan mazza qilib yashashlik nasibi ro'zalasi. Bu videoni eng yaqin jigaringizga jo'natib qo'ying. Hech qanaqa muzey emas, bu Toshkentdagi 11 million dollarlik uy. Mana zinaman ko'rasizlar, hammasi socialniy tilla qilingan. Hattoki mana patologlargacha bitta e'tibor berib qo'yasizlar, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Pul ayashmagan. Inshaalloh yuqsin deb mana shu videoni ko'rayotgan hamma bitta like bosib, hammamizga eng kamida mana shunaqa fayzli xonadonlar nasib qilsa, hozir men sizlarga ayollarimiz ko'proq vaqtni o'tkazadigan oshxonani ham ko'rsataman. Mana oshxonaga bitta o'zingizlar baho beringlar. Kattaligini qaranglar. Yo mashalloh, bu yerdan yozgi oshxonaga chiqib ketadi. Endi shu yerdan to'g'ri mehmonxonaga o'tamiz. Mehmonxonani ham o'zida bitta baho berasizlar. Mana qandiliga qaranglar. Mana hammasi socialniy tilla. Hovli ko'ryapsizlar. Bu uyimizdan yashash maydoni 1775 kvadrat metr tashkil qiladi mana. Hattoki mamlariga socialniy tilla. Marhamat. Mana buni qaranglar. Zallar necha zal mana mashitdan turib buni burchakdan turib ko'rsatdim. Kattaligini qarasanglarchi, okalar. Inshaalloh niyat qilgan hammamizga mana shunaqa uylarda yashashlik nasibi ro'zalasi. Ayniqsa ham qandillarni qaranglar. Shunaqangi zalimizga ko'rib bag'ishlab turibdi. Mana shu videoni ko'rib turib, like bosgan insonga mana shunaqa fayzli xonadonlarda ota-onasi bilan mazza qilib yashashlik nasibi ro'zalasi. Bu videoni eng yaqin jigaringizga jo'natib qo'ying.